O'zimiz olib turib, mashinaga o'ziga haydashni topshiramiz. Tormoz ushab turgan ma'qul. Va qizil yondi. Men shu payt to'xtadim, men ogohlantirish berilgani uchun. U yoqda yoki 4 ta yoki 2 ta silindr ishlaydi. Qo'shimcha OnStar va SOS knopkalari bor. Bu knopkalar bizani bozorimizda ishlamaydi. Ya'ni pandemiya bo'lgan paytda ham siz hech qachon tashqaridan hech qanaqa koronavirusni salonga kirishiga yo'l qo'ymaysiz. Bu sport rejimi yoqqaningizdan keyin rul og'irlashadi. Gazga bo'lgan reaksiyasini tezlashtiradi. Videoni to'lig'ini agar ko'rmoqchi bo'lsangiz, YouTube kanalimga o'tib ko'rsanglar bo'ladi. 3 yil oldin suratga olingan video 2023-yil adashmasam boshida edi. Shu Malibu XL avtomobillari O'zbekiston bozoriga kirib kelganda bizani mehmonga chaqirib, izravga chaqirishganda video qiluvdik. O'zim fikrlarimni beruvdim va shu video orada ozgina uzilishlar bo'ldi. Chunki bu o'zimni aynan texnik jamoa, o'zimni videograflarning tarafidan olinmagani uchun uzilishlar bo'ldi. Videoni olish, bu videoni sifati. Lekin hozir orada ozgina ma'lum bir sabablarga ko'ra texnik uzilishlar bo'ldi meni blogimda. Va shu blogga qayta tiklash maqsadida o'sha berilmay qolib ketgan materiallarimdan biri bo'lgani uchun mana shu Malibu haqidagi videoni sizlarga taqdim etdim. Bugun to'liq versiyasi YouTube kanalimda joylanadi. Albatta o'tib ko'ringlar. Qiziqarli ma'lumotlar bor va hech kim bermagan ma'lumotlarni men sizlarni ishontirib ayta olamanki, hech kim bermagan ma'lumotlarni olasizlar va sizlarga manfaatli bo'ladi.